Menga qara. Uyatsiz. Nega jin? Sen nima? Erim seni menga uchta? Gapir, javob ber. Uyatsiz. Menga kerilyapsan, yuzsiz. Oilali erkakni bo'yniga osilishga uyalmadingmi? A, gapir. Voy. Tinch qo'y. Tushundingmi? Senga tushundingmi deyapman. Yo'qsa o'ldiraman. Tushundingmi? Bu nima qilganingiz? O'ldirib qo'yishingizga ozgina qoldi-ku. O'ldirmaganimga shukr qilgin. Sen bilan jiddiy gaplashib olishim kerak. Xo'p, gapiring. Qanaqa jiddiy gap bor? Og'irroq bo'lishing kerak. Sen katta gapiryapsan. Va bo'yindan balandga sakrashga urinyapsan. Maqsading nima? Oilamni buzishmi yo erimga egalik chiqishmi yoki pulmi? Senga gapiryapman, gapir. Sendan javob kutyapman. Nimaga jimsan? Maqsadim baxtli bo'lish. Birovni oilasini buzib baxtli bo'lmoqchimisan? Men oilangiz buzganim yo'q. Oilangiz oldindan buzilib bo'lgan. Hammasiga o'zingiz aybdorsiz. Agar aybingiz bo'lmaganda, Odil aka menga gap otmasdilar. Yo'limni to'smagan bo'lardilar. Yolg'on gapirma. Erim seni hech qachon yo'lingni to'smagan. Nimaga to'smas ekan? Nima? Siz meni erimni bo'yniga osilib olgan deb o'ylayapsizmi? Aslida erim meni bo'ynimga osilib olgan. Xudoga shukr, shariy ayoliman. Chidolmayotgan bo'lsangiz, ana katta ko'cha. Ajrashing. Sevara, singlim, hali yosh ekansiz. Baxtingiz oldinda o'zingizni tengiz topasiz. Meni bo'yiga yetgan farzandlarim bor. Ular uchun barchasiga chidayman. Iltimos sizdan erimni tinch qo'ying. Hali yo'lingizni topib ketasiz. Iltimos qilaman sizdan. Iltimos qilaman. Bolalarim uchun erimni tinch qo'ying. To'g'ri. Sizni bolalaringiz bor. Meniki yo'q. Bolalaringiz ortiga yashirinishga urinmang. Nasib qilsa meni ham bolam bo'ladi. Bolali bo'ling. Keyin meni ahvolimni tushunasiz. Nimaga siz ahvolingizni tushunishim kerak? Meni kim tushunadi? Ajrashgan bo'lsam meni kim oladi? Ikkala qo'limni burnimga tiqib qolaveramanmi? Meni ham kimdir o'ylaydimi? Namuncha o'zingiz o'ylaysiz.